Ronaldoni o'sha yerdan terma jamoadan haydab olsa ham mayli, O'zbekistonga mag'lub bo'lsa. Martines Lekin o'yinlari o'xshab ketib, hammasi bir-biriga muhabbatli g'alaba bilan tabriklashini xohlamayman. Ya, lekin juda bir o'xshab ketadi deb o'ylamayman. Portugaliya bu o'yini. Katta o'zgarish bo'lmasa ijrochilar zo'r. Bularning eng katta xatosi gap Ronaldoning, Bernardo Silvaning o'yini chiqmaganligida emas. Bular mensimadi. Yo'q, Kongo nima? Kongoni mensimadi. Chunki qarang, 6-daqiqada gol urdi, to'g'rimi? Ungacha muammosi yo'q edi. Zo'r bo'lib ketadi deb o'ylashdi. Ha, muammo yo'q deb o'yladi. Bu jamoa bilan bizga qarshi muammo yo'q dedi. Lekin o'sha ular Kongo qo'shishni boshladi. Kongo juda katta hayajon bilan boshladi. Bizdan battarroq hayajon bilan boshladi. Boshida. Biz-ku 40-daqiqada gol o'tkazdik. Ular 6-daqiqada gol o'tkazdi. Juda 20-daqiqagacha o'zlariga kelmadi ular. Men hatto ko'rib, bular yutamiz deb o'yladim-da, keyin sekin qo'shib boryapti. Va o'yinning oxirigacha jismoniy jihatdan juda kuchli ekan. Juda yaxshi ekan. To'g'ri, unaqa ijrochilar yo'q, lekin hammasi jipiz bir jamoa. Bular aynan o'sha jipizning evaziga chiqqanda, masalan, o'sha mashhur Kamerun yo'q, Nigeriya yo'q, bularni nimani hisobiga yutib chiqqan? Aynan shu jipizlikning evaziga yutib chiqqan. Shuning uchun qiyin bo'ladi bu jamoaga. Ertaga Kolumbiyaga ham qiyin bo'ladi deb o'ylayapman. Ha, Kongo hammaga boshi og'riq bo'ladi, ha.